Altıncı ders rastçılık. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa Abdüveli Qari Rahimahullah'ın derslerden talanladın. 6. ders rastçılık babını okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. 6. ders rastçılık. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ey müminler, Allah'tan korkunlar, rastçılığa bilen birli bulunlar. Rastçıl erle ve rastçıl ayıllağa Allah Teala mağfiret ve kat savab tayarladı. Uruş karar kılıngan çağda ula Allah Teala'ga sadık bolsa elbette ula üçün yaxşı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin elip kelgen yolları rastçılık asası kurulgan. Ebu Sufyan radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'nın Rum padişahı Herakli'ni İslam dinine davet kılıp yazgan mektubini tapşırılgandaki vakalikini bayan kılgan. Uzun hadiste mundaq deydi. Herakli menden sizlerning peygamberinglar sizlerni nimaga undaydi deb so'radi. Men birla Allah Teala'ga ibadet qilishga, onunla hiç nersini şerik keltirmeslikке, ata-bobolarimizning dinini tashlashga, namaz o'qishga, rastçılıkka, iffetlik bo'lishga ve o'zaro sil rahmi qilishga buyurdi dedim. Herakli Rum hükümdarı Rum memleketiga Mekke'den savdogarlar kelgan vaqtda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin xabari olamga tarqalgan vaqtda Herakli Mekke'den kelgan savdogarlarni chaqirdi. Bu savdogarlarning ichidan shu payg'ambarlikni da'vo qilgan kishiga nasabda qarindosh bo'lgan kishini talab qildi. Albatta bu kishi Abu Sufyan edi. Abu Sufyan shu yerda yer yuzida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge en qattiq dushman bo'lib turgan vaqt edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge yalgan töhmetini nisbatlashga bo'ladigan bo'lsa, xususan Rum hükümdarı yer yüzüdeki, yer miqyosidagi ikki hükümdarlıkның biri ve kuchlisi idi. Bu yerga ta'sir o'tib qolmasligi uchun har qancha yolg'on gap qilib töhmet qilishga tayyor edi. Lekin Abu Sufyanning töhmet qilishiga imkoniyat bermaydigan tartib tuzildi. Hamma kishilarni qato qilib, agar yolg'on gap qiladigan bo'lsa, orqadagi kishilar buni yolg'on so'zildi desin deb o'tkizgan vaqtda udul qilib o'tkizdi. Shu vaqtda bir necha savolni so'radi. Shu savollarning biri sizlarni nimaga buyurdi? Ya'ni bu yangi payg'ambarlikni da'vo qilgan kishi sizlarni nimaga buyurdi? Abu Sufyan keyin islomni qabul qilgandan keyin buni so'zlab berib, agar shu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga töhmet qilishning ilojini topsam, töhmet qilardim. Padişahның huzurida yolg'onchi, töhmetxo'r bo'lib chiqishdan qo'rqib, to'g'ri gap qilishga majbur bo'ldim. Shu savolning biri Herakli u kishi nimaga buyurdi degan vaqtda bir Allohga ibodat qilish, uningga hech bir narsani shirik qilmaslik, ata-bobonglar degan narsani tashlash, namaz o'qish ve rastçılıkka, iffetlik bo'lishga Allah buyurgan
qarindosh, urug' tuqqanlar bilan aloqada bo'lishga buyurdi. Rostchilikni hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashaddiy dushmanlari ham biladigan darajada bo'ldiki, islom dini rostchilikqa buyurgandi. Rostchilik bizning dinimizning eng katta simvollaridan biridir. Allah subhanahu va taolo Allohga taqvodor bo'linglar va rostchilar bilan birga bo'linglar deb buyurdi. Hozirgi darsimizning nima ekanligini anglag'uvchi kishilar bilib olsa kerak. Rostchilik darsimizning mavzusi bo'lib turibdi. İslam asosi sadoqat, rostchilik. Shu sadoqatga buyurish hamma odam o'zining tarixini tekshirib ko'rsin. İslamdagi sadoqatdek sadoqat bo'lgan emas. Bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davridagi sadoqat o'xshi ko'rilmagan sadoqatdir. Sahabelerden keyin tabiinlar ular yaxshilik bilan ergashgan kishilar ichida sadoqat tepildi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga taqvolik qilinglar va rostchilar bilan birga bo'linglar. Bu yerda aytilmadiki, ota-onanglar bilan birga turinglar, qarindoshinglar bilan birga turinglar degan so'z bo'lmadi. Ya'ni rostchilar bilan turinglar. Her bir narsada sodiqlar sepida birga turishga Allah subhanahu wa taolo buyurdi. Birer söz bo'lsin yoki amal bo'lsin, shu vaqtda kishi sodiqlar bilan birga turish kerak. Hatto dushmanida sodiqlik bo'lsa, dushman agar bir so'zni haq gap qilgan bo'lsa, men buni yomon ko'raman, lekin bu shu davosida rostchil, bu to'g'ri dedi deb tura olishimiz kerak. Ey mu'minlar, Allah uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, adolatni barpo qilguvchi bo'linglar. Sodiqlikda turish misollari islom tarixida nihoyat ko'pdir. Qur'on-i Karimda aytildiki, urush qaror qilingan chaqda ular Alloh taologa sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga o'tgan payg'ambarlar tarixida o'tgan sadoqat haqida so'zlab berdi va o'zlarining davrida o'xsh yo'q shaklda sodiqlikning guvohi bo'lindi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglaganligini rivoyat qiladi-ki, sizlardan ilgirki kishilardan 3 kishi safarga chiqdi. Ular yo'lda bir g'arga yetishga to'g'ri keldi. Ular g'arga kirdi va tog'ning ustidan bir tosh tushib, g'arning og'zini etib oldi. Ular bu toshdan Allohga solih amalinglar bilan duo qilishdan boshqa narsa qutqazmaydi. Ya'ni biror solih amaling bormi, shu amalingni Allohga vasita qilib turib, shu amalni sening roziliqing uchun qilgan edim, rostchilik bilan qilib edim, menga nijot ber deb duo qilaylik deyishdi. İnson hayotiga bir nazar tashlasa, sodiq bilan amal qilganini topolmaydi. Sodiq bilan amal qilganligini topolmaydi. Har kim o'zining hayotiga nazar tashlasin. Biror bir sodiq amalni qildimmikin? Biror bir amalni Allohning roziligi uchun minnat qilmay qilyapmanmi degan savolni bersa, ha, mana amalim deydigan kishilar kam tepiladi. Shunchalik kech turib ibodat qilib, ro'z tutib amal qilgan bilan insonning bir sodiq amalini tepish qiyin bo'ladi. Buni
o'zi bilan Allohga iltijo qilib o'ltirib, "Ayt, bir sodiq amalingni" desa, odam o'ylanib qoladi. Ulardan biri bir sodiq amalini topdi. Shu amali o'zining davridan keyin oxirgi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida o'zining ummatlariga hikoya qilib aytib berdi. Bu hadislarda rivoyat qilinib, kitoblarda qilib, bizning davrimizgacha 1400 yildan keyin shu amal hikoya qilinib, shu amal havas qilindi. İnsan agar bir sodiq amalni qilsa, buning qiyomatgacha ta'sir qiladi, birodarlar. Mana bu narsani biz tushunib olishimiz kerak. İnsan nihoyat ko'p amallarni qiladi. Bir tekshirib ko'rsa, hammasi bir g'araz, boshqa maqsadlarda bo'lib qoladi. Ulardan biri o'zining qari ota-onasi borligini va ulardan ilgari oilasidagilarni g'izolantirmaydiganligini hikoya qiladi. Ya'ni oilasidagilarni farzandlaridan burun g'izolantirmaydiganligini. Ba'zi ishlar bilan avora bo'lib, sutni elib kelganda ular uxlab qolganligini. Ularni uyg'otishni xohlamasdan sutni qo'lida tutganicha tong otqizganligini. Ballari putlarida yolvorib turgan holatda tong ottirganligini hikoya qiladi. Shu narsani hayotida ota-onasi uchun bo'lgan hurmatni Allohning rizosi uchun o'tkazganligini shuni vasila qilib turib, agar shu amalimni qabul qilgan bo'lsang, turgan holatlarimizdan nijot bergin deb duo qilganligini va ma'lum miqdorda toshning ichilganligini tekshirib ko'rsak, o'zining ota-onasi qilgan hurmatning yuqori qismi. Biz o'ylashimiz mumkinki, bu farzandlaridan ota-onalarini ilgari qilish ko'p kishilarda tepilishi mumkin deb oddiy amalda ko'rinadi. Lekin o'zimizning hayotimizga, o'zimiz ota-onamizga qilayotgan hurmatga bir qarasak, bu bir amalda rostchil bo'lish nihoyat oz kishiga nisb bo'ladi. Bir amalning o'zida sodiq qilish nihoyat qiyin, birodarlar. Allah subhanahu wa ta'ala madad bergan kishilar shuningda sodiq qoladi. Ikkinchi kishi o'zining tog'isining qizi borligini va bu qizni intayin yaxshi ko'radiganligini va uningdan harom ishni maqsad qilib turganligini, u tog'isining qizining buningdan o'zini taqqanligini, qahatchilik bo'lganda bir 120 dinarga uning talabiga ma'qul bo'lganligi, uningga yaqinlashganida Allohdan qo'rqin degan so'zni tog'isining qizidan anglagan vaqtda bu buzuq ishdan yenib ketganligini, faqat Allohdan qo'rqib sodiqlik bilan shu amalni qilganligini va bu kishining "Ey Alloh, shu ishni sening roziliqing uchun sodiqlik bilan qilgan bo'lsam, bizga shu turgan musibatdan nijot bergin" deganida tosh kishi sig'maydigan miqdorda ichilganligi bayon qilindi. Mana bu narsa ham inson o'zi bilan nafsi o'ttirsidagi kurashda sadoqat bilan g'alaba qilganlikning misolidir. Hayotda agar bir kishi o'ziga savol qilsa, nafsi qattiq xohlagan narsadan voz kechganmi yo'qmi degan savolga insonning hamma imkoniyati bor turib, shuningdan yana olganmi deb savol qo'ysa, buningga ham o'ylanib qoladi. Avvalgi darsimizda aytib o'tdikki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida uzoq vaqt kesilidan keyin beliq yeyishni xohlagan sahoba beliq yegisi kelib, nafsi shu bir beliqni yeyish. Birodarlar, buni nafs xohish degili odam xijil bo'ladi.
insonning bir taomni yeyishni xohlashi shariatga muvofiq narsa bu. Yani bu narsani yemoqchi bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklari esiga kelib, agar bir kishi o'zlarining nafsi ishtiho qilib turgan narsani boshqa birodarlarga avazsa, davzax o'ti harom bo'ladi degan hadis esiga kelib, buni mendan bakroq faloni kishi muhtoj, shuningga ilib beringlar deganini. Shu vaqtda oiladagilar bu narsani siz yeng, u kishiga ham hozirlaymiz deganda, yo'q, masala buningda emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining nafsi ishtiho qilib turgan narsani boshqa kishiga avazsa, davzax o'ti harom bo'ladi degan. Mush hadisga amal qilish imkoniyati hayotimda hech bo'lmagan edi. Mana mush vaqt amal qilishning vaqtidir. İnsonga hayotida shundoq bir imtihon davr keladi-ki, shu o'zining xohlagan nafsi xolab turib, shu narsani boshqalarga beradigan davr umrida bir qitim yoki ikki qitim kelishi mumkin. Lekin biz shu qulay fursatdan foydalana olamizmi, yo'q? Alloh biladi. Mana bu insonning nafsi ishtiho qilib, arzu qilib yurgan narsaning davrlar o'tib imkoniyat bo'lib qolgan vaqtida nafsidan voz kechishning misolidir. Bu. Shundoq sodiq kishilarga Allah subhanahu wa taala nijot berdi. Uchinchisi, bu bizning davrimizdagi kishilar bu imtihondan o'tolmaydigan misol bo'lsa kerak. Lekin buni o'qib bildirib qo'yamiz. Bu hozirgi iqtisodiy tanglik vaqtida kishilar tamomiy, Alloh saqlasin, hozirgi davrda faqat iqtisodni berib dinsizlarga o'xshagan asosiy masala qilib ketayotgan soatda bu imtihondan chiqadigan kishilar nihoyat kam bo'lsa kerak. Bu biz eng muhtoj bo'lgan misol ham shu bo'lsa kerak. Bu qiyomatgacha uchila surat tepilaverdi, birodarlar. Ishining tarixda shundoq sodiq kishilar o'tgan. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikoya qilib berdi. Umar ibn Xattob rivoyat qildi. İmam Buxoriy, İmam Muslim o'zlarining sahih hadislar to'plamida keltirdi. Men bir necha medikarlarni ishlatgan edim. Ularning haqqini bergan edim, lekin bir kishi o'zining haqqini olmasdan ketib qolgan edi. Uning xizmat haqqi menda qolgan edi. Shu qolgan haqqini bu zoya bo'lmasin deb ko'paytib qo'ydim. Yani nima qildi? Ba'zi rivoyatlar hadisning sharhida keladi. Bir bo'g'oz qo'y yoki mol ilib qo'yganligini rivoyat qiladi. Mollar ko'payib ketdi. Ma'lum bir davrlardan keyin keldi. Allohning bandasi, ish haqqimni bergin dedi. Shar'iy hukm shuki, bir odamning meli qolgan bo'lsa, shu melini bergan bo'lsa, shar'an haqqini ado qilgan bo'ladi. Bu ko'rib turgan to'ga, kala, qo'y va qullarning hammasi sening ish haqqing dedi. Allohning bandasi, meni masxara qilma dedi. U, men masxara qilayotganim yo'q. Bu sababini aytdi. Sababini anglagandan keyin molla hamma narsani birer narsani qo'ymasdan elib ketdi. Shu narsani sodiqlik bilan sening roziliqing uchun qilgan bo'lsam, bizning beshimizga tushgan bu musibatdan nijot bergin dedi. Allah subhanahu wa taala ularga nijot berdi. Tosh ichildi. Hammasi
sig'adigan suratda ular chiqib ketdi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga taqvodorlik qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar. Bu dünya g'orida qolganingizda, bu hozirgi turgan dunyo faqat sodiqlar nijot topadi. Sodiqlar bilan birga bo'ling. Safarda sodiqlar bilan birga bo'ling. Hayotda sodiqlar bilan birga bo'ling. Allah subhanahu va taolo nijot berdi. O'zingizning imkoniyatingiz yo'q bo'lgan saatda Allah subhanahu va taologa sodiq amalingiz bilan munojat qiling. Allah subhanahu va taolo nijot berdi. Nijot berganda ham shundoq nijot berdiki, 1400 yildan keyin odamlar bu amalga havas qiladigan bo'lib nijot berdi. Biz nihoyat ko'p misollarni keltirishimiz mumkin. Bu hadis sharif uzun bo'lganligi uchun biz keraklik joyini qisqacha qilib olamiz. Abdullah ibn Ka'b ibn Malik'den rivoyat qilindi. Bu kishi Ka'b radiyallohu anhuning farzandlarining ichida Ka'b ibn Malik ko'zlari amo bo'lib qolganda yetilab yurgan farzandlaridir. Bu farzandi dadasidan hikoya qilib aytadiki, dadamdan urushga chiqmaganlik to'g'risidagi hikoya so'zlab berganligini angladim. Bu xabar ko'pchilikka oldingi darslarimizda anlatilgan. Qisqacha qilib aytaman. Tabuk g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Madinada Ramazon oyida hozir bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning odat shariflari biror g'azotga chiqmoqchi bo'lsa, yo'shirin tutatdi. O'zi bu tarafga mangmoqchi bo'lsa, ko'rinishda yana bir tarafga chiqqan bo'lib, keyin Madinaning idirlaridan boshqa tarafga burilib ketdi. Munofiqlarning, dushmanlarning ko'pligidan, ammo Tabuk g'azoti bir oylik uzun safar bo'lganligi uchun Ramazon sharifining ig'ir kunida bo'lganligi uchun va Madina ahlining asosiy tirikchiligi xom bo'lganligi uchun shu xomining pishib turgan vaqtida mangadigan safar bo'lganligi uchun e'lon qildi. Shu Tabuk g'azotida maqsadlarni ochiq bayon qildi. Allah subhanahu va taolo Tabuk g'azotida sahobalarni qattiq imtihon qildi. Ramazon sharif, issiq havo, hamma xurmisi pishishi. Buni sassa shu soatda foydalanadigan yillik kerimi shu edi. Mana shu soatda Tabukka chiqishga buyurdi. Bu birodarlar asosiy tirikchiligi shu bo'lgan kishilarga ig'ir imtihon. Lekin sahobalar buningdan muvaffaqiyatli chiqadigan kishilardir. Agar har qanday soatda kishilar haftadagi bozordan qoladigan bo'lib qolgan vaqtda islomning hukmidan voz kechib oladi. Bizning hozirgi vaqtdagi musulmonchiligimiz, tirikchiligimiz yaxshi bo'lib turgan bo'lganligi uchun bo'lsa kerak. Vallohu alam, men yomon gumon qilish uchun emas. Agar biror kishiga musibat yetib qoladigan bo'lsa, musibat emas, meliga musibat. Shu kishining tilida aytganimizda faqat u jasadiga musibat. Biror bir zarar bo'lsa, u kishini topolmaysiz. Agar odatdagi kermidan kemayib qoladigan bo'lsa, shu vaqtda voz kechib oladi. O'zingiz tarixdagi kishilarga bir selishtiring. Ahli jannatlar mana bular. Menda shularga o'xshaydigan amal sifat bormi deb shularga selishtiring. Ammo biz jannatning eng yuqori qismi bizning ruxsatimiz bilan kirdi
degan davodek bu so'zni aytmasak ham shundoq davoda ketyapmiz. Ka'b ibn Malik mana bu Tabuk g'azotdan boshqa biror g'azotda qolgan emasman dedi. Hamma g'azotda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qatnashgan edim. Ko'rdingizmi? Hamma ishga qatnashgan. Ammo Tabukda qilib qolgan. Badrda o'zir bilan qolganligi ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan kishilar ketishdi. Kim o'ziri aytgan bo'lsa, zohiriga kifoya qilib o'zrilarini qabul qildi. Ba'zi vaqtda men ta'sirlanaman. Umumiy aytaman, shu narsani shu Tabuk g'azotida deganlar bor. Haqiqatan bizning o'ylarimiz ochiqchilikda, shuning uchun men qilib qolmasam uyimizga har xil hujumlar bo'lib qolishi mumkin deyishgan. Ularning o'ylari ochiqchilikda emas, ular faqat qichishni o'ylaydi degan. Menga ba'zi bir vaqtda savol bo'lib qolganki, o'zimning beshidan o'tganini aytmoqchiman. Bir xizmatni ba'zilarga buyurgan vaqtimizda uyimizning devori, ya'ni to'siqdan ochiq degan vaqtda shu oyat esimga keldi. Balkim kishilarni shundoq demdikin deb o'ylaydim. Uyimizning orqasi ochiq. Shuning uchun men bu ishni hozir qila olmayman. Bu diniy xizmat, g'azot va boshqa ish emas, birodarlar. Oddiy bir diniy xizmat bo'lganida kishilar uyimizning orqasi ochiq demdikin deb o'ylaydim. Lekin shu narsani alhamdulillah hayotimda angladim. Shundoq deganlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam darhol ruxsat berdi. Bu kishi Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik kim? O Laylatul Aqibaga qatnashgan kishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qiyinchilik vaqtida birga bo'lganlar. Tabuk g'azotidan 3 kishi qilib qoldi xolos. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukka ketdi. Ka'b ibn Malik qoldi. Biz bu yerda bu kishining xabarlarini o'qib aytib yurmaymiz. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukdan katta g'animat bilan, g'alba bilan qaytdi. Jang bo'lmadi. Alloh subhanahu va taolo mushrik kofirlarning qalbiga haybatni soldi-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalarga katta imtihon bo'lganida ular imtihondan muvaffaqiyat bilan chiqdi va Madinaga qaytib keldi. Madinaga qaytib kelganda Ka'b ibn Malik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelganida yolg'on o'zri aytsa qabul qiladi. U kishining g'azabidan qutulib qoladi. Bu kishi nihoyatda munozirchi kishi edi. Aytdilarki, men hozir payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldidan qutulganim bilan Allohning huzurida qutula olmayman dedimda, o'zim sadoqat bilan rostini aytaman dedim va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldim. Rivoyat qilinishicha 80 dan ko'proq kishi o'zlarini bayon qildi. Zohirini bayon etib o'tganimizdek qabul qildi. Ularning haqlariga istig'for etdi-da, qalbini Allohga topshirdi. Men kelgan vaqtida to'g'risini aytsam qasam qildim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, ey Allohning payg'ambari, Alloh bilan qasamki, agar dunyo ahli ichida sendan boshqa biror kishining oldida o'ltirgan bo'lsam, uning g'azabidan so'zmanlik qilib o'tib ketalaydim.
Lekin men bu yerda rostini aytamanki, Tabuk g'azotida qilishga mendan hech qanday o'zri bo'lgan emas, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu rost aytdi, toki Allah sen to'g'riliq hukm chiqargan qadar kutib turg'in, dedi. Bu kishi nihoyat qattiq azob tortdi. 50 kun hech kim gap qilmadi. 50 kun oiladagilar gap qilmadi. Oilasini xizmat qilishdan to'sdi. Biror bir kishi hattoki tog'asining o'g'lini eng yaxshi ko'radi. U kishiga salom bersa, javob qaytarmadi. Lekin sodiqlik bilan 50 kun nihoyat qattiq azob tortdi. Hatto bu kishi Ka'b ibn Malik gapga usta, hurmatli kishi edi. G'assanning podshohidan bir parcha xat keldi. Mana bu soat biz bilib oladigan soat. Sening birodaringning jafo qilganlik xabari yetdi. Allah seni xorliqda qoldiradigan zaminda yashashga majburlagan emas. Bizning yenimizga kelgin. Biz ko'nglingga tasalli beramiz, dedi. G'assan podshohi mushrik edi. Ka'b ibn Malik bu ham menga imtihon deb tonirga silib ko'ydirib etdi. İnsan sodiqlik qilib bir kishidan g'amkin bo'lib yurganda, sodiqlikning azobini tatib yurganda kazzob xaridor chiqadi, birodarlar. Bu imtihondan iborat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib salom bersam, ilik oldimi, olmadimi bilmayman. Shu holat qoldik. 50 kundan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor tuyulgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bekmi qabul qilg'uchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. 3 kishi sodiq bo'lganligi uchun Allah subhanahu va taolo tavba oyatini nozil qildi. Allah tavbalarini qabul qilganligini bayon qilguvchi oyatni 3 kishi deb sonini aytib bayon qilgan oyat nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bayonni yetkazish uchun bir odam avatdi. Ka'b. Menga xo'sh xabar yetkazgan odam yenimga kelganda, uningga suyunchi uchun uchamdagi ikki kiyimni silib, uningga kiydirib qo'ydim. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Allah bilan qasamki, bu kunlarda mening ilkimda bu ikki kiyimdan boshqa hech narsa yo'q edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga keldim. Yüzleri xo'shal bo'lganda oydek yurib ketdi. Shu vaqtda, "Ya Rasululloh, bu xo'sh xabar siz tarafdimi yoki Alloh tarafdimi?" dedim. "Alloh tarafdan", dedi. İnsan sodiqlik mukofotini osonlikcha olmaydi. Davrlar o'tishi mumkin. Sodiq fikrida, sodiq amalda mahkam turgan kishi vaqt o'tishi bilan Alloh tarafidan mukofotini oladi. Lekin uninggacha bu imtihonga tushganlarning az bir qismi nijot topadi. Allah subhanahu va taolo: "Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga taqvolik qilinglar, sodiqlar bilan birga bo'linglar", dedi. Yuqorqi rivoyatda aytilgandek, qilib qolgan kishi 80 dan ko'p edi. Lekin 3 kishi sodiq qoldi. Qolganlari hammasi munofiq bo'lgan. Sodiq qilish bilan Alloh subhanahu va taolo tavba oyatini nozil qilgan. 3 kishining tavbasi qabul bo'lgan. Qiyomatgacha tilovat qilindi.
mana mukofotning bu tartibini ilib ko'rsangiz, 50 kunda tatgan qiyinchilik hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Shuning uchun har bir amalda biz tekshirib ko'rmakligimiz kerakki, ko'pchilik kishi qilyapamdi yoki ozchilikmi? Bu bizning hisobimizda bo'lmasligi kerak. Qarindoshlar shu so'zdimi yoki yaqin birodarlar shu gapni qilyapamdi. Buning hisobi bo'lmasligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Aqaba kechisiga qatnashgan Ka'b ibn Malik biror g'azotda qolmagan Ka'b ibn Malikni o'zrisi yo'q kechirmadi. Tavbini Allah o'zi kechirgandan keyin tavba oyatini bayon qildi. Demak, burundan bu odam diniy islomga xizmat qilib, men bilan birga edi demadi. Sodiqlar bilan birga bo'ldi. İnsan 99 kun birga bo'lsa, 100 kunda natunish bir odam sodiq so'zni aytgan bo'lsa, 99 kun birga bo'lgan odam bilan yolg'onchilik masalasi bo'lsa, sen men bilan doim birgisan. Buningga Alloh ajr bersin, lekin hozir sen nahaq sen deyilish kerak. Chunki Alloh bizlarni qarindoshlaringlar bilan yoki ota-onanglar bilan yoki boshqalar bilan birga bo'linglar demidi. Yoki mahalladagilar bilan birga bo'linglar demidi. Yoki ko'pchilik bilan birga bo'linglar demidi. Yoki dunyosi ko'p odamlarning fikri bilan bo'linglar demidi. Yoki kambag'allar bilan birga bo'linglar demidi. Yoki olim bo'lgan kishilar bilan birga bo'linglar demidi. Yoki martabasi yuqori bo'lgan zo'ravonlar bilan birga bo'linglar demidi. Sodiqlar bilan birga bo'linglar dedi, birodarlar. Sodiq agar kichikkina bola bo'lsa, shu sodiq bilan birga bo'lishimiz kerak. Sodiq agar davlatman kishi bo'lsa, shuning bilan birga bo'lishimiz kerak. Sodiq agar kambag'al bo'lsa, shuning bilan birga bo'lishimiz kerak. Bizning davrimizda bizga kambag'al parvarlik ruhi paydo bo'lgan. Kambag'al parvarlik ruhini xato deb bilamiz. Nimaga? Nima uchun kambag'al har doim haqiqatchi bo'lib qoladi? Nima uchun davlatman noto'g'ri fikrda bo'ladi? Bu bizga dinsiz falsafaning ta'sirida bo'lgan. Biz kambag'al parvar ham bo'lmayli, boy parvar ham bo'lmayli. Biz qarindosh parvar ham bo'lmayli. Biz haq parvar, sodiq parvar bo'lmoqligimiz kerak. Allah subhanahu va taala Allohdan qo'rqinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar dedi. Endi bu sodiqligimiz o'zimizga manfaatdir. Mana biz uzoq tarixdagi sodiqlikning manfaatini bildik va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrida bo'lgan Ka'b ibn Malik va u kishining ikki birodari bilan bo'lgan sodiqlikning manfaati. Shuning uchun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda haqiqatan rostchilik ko'p yaxshilikka boshlaydi. Ko'p yaxshilik jannatga boshlaydi. Tuyuqsiz kishi rostchil bo'lib tug'ilib qolmaydi. Qanday qilib rostchil bo'laman deb inson harakat qilmoqchi bo'lsa, tuyuqsiz hamma vujudi boshqacha bo'lib sodiq bo'lib qolmaydi. Kishi birdan sodiq bo'ladi. Birinchi so'zida sodiq bo'ladi, ikkinchi muomalada sodiq bo'ladi va har bir amalda o'zining sodiqligiga harakat qiladi. Hatto Allohning huzurida siddiqlar qatoridan deb yoziladi. Yolg'onchilik ham tuyuqsiz kazzob bo'lib qolmaydi. Yolg'onchilik gunohga boshlaydi. Gunoh yo'li davzaqqa o'tin bo'lishga boshlaydi.
kishi birdan yolg'on gap qilib boshlaydi. Hatto Allohning huzurida kazzoblar sepidan o'rin oladi. Shuning uchun biz shu sohada hattoki muomala va so'zlash har bir narsada siddiqni lozim tutishimiz kerak. Biz hozirgi vaqtda muhtoj bo'lgan narsalarning biri shudir. İslomiy axloqning hammasiga muhtojmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida ko'p kishi shahid bo'lay, duo qilsalar deydi. Allah subhanahu va taoladan bir kishi rostchilik bilan shahodatni so'ragan bo'lsa, sadoqat bilan so'ragan bo'lsa, ko'psida vafot bo'lsa ham shahidlarning o'rnini uningga berdi. Rostchilik, ya'ni sadoqat bilan so'raganda shu narsa vujudga keladi. Rostchilik shundoq amalki, birodarlar, qalbidagi sadoqat shundoq amalki, bir kishi sodiqlik bilan biror bir joyda yaxshi amal bo'lgan bo'lsa, sodiqlik bilan niyat qilsa, shu amalda men yo'qkanman, bo'lmasa qilatdim deb arzu qilib, sadoqat bilan niyat qilsa, shu amallarni qilganlarning sepidan o'rin oladi. Gunoh ham shuningga o'xshagan. Gunoh ishni bir joyda bo'ldi-yu, g'oyibda ko'rinmaydigan joyda bo'ldi-yu, shu gunohda men bo'lmabdiman deb qalbidan shuni havas qilgan bo'lsa, shu gunoh yezilmaydi. Agarda qilmaganlar bo'lsa, rostchilik insonning yaxshilikka yetishiga sabab bo'ladi. Qur'on-i Karimda mana bu joyda shu nuqtani ham bilishimiz kerakki, sodiqlar bilan birga bo'linglar degan o'rinda alohida va sodiqina va sodiqat, rostchil erlar va rostchil ayollar deb keltirganligi, bu narsa alohida ayollarning ham zikr qilinganligi. Rostchilik bu nihoyatda islomning asosiy simvoli ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni rostchil erlar va rostchil ayollar, ya'ni hukm bir o'rinda ayollar tabi ergishadigan bo'lsa, er kishilarning o'zi zikr qilindi. Lekin alohida tilga ilinishi, bu rostchilik islomning axloqlari ichidagi eng avvalgi o'rindan o'rin olgan islomiy axloqlarning biridir. Allah subhanahu va taolo hammamizni ham bu islomiy axloq bo'lgan siddiq yo'lga boshlasın. Amin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rostchilikqa bir narsani qonun qilib qo'ydiki, shu narsa bilan darsimizni tamomlaymiz. Qaysi sodiqlik bu o'zi bilan Allohning o'tirsidagi sir, birodarlar. Rostchilik ishini qilmagandan keyin xotirjamlik yo'qoladi. Sizda agar rostchil bo'lsangiz, xotirjam bo'linglar. Sen shaklanadigan narsani qo'yib, shaklanmaydigan narsani tutqin. Cho'qim rostchilik dilning xotirjamligidir, yolg'onchilik dilg'ullikdir. Chunki siddiq xotirjamlikdir. Sodiq bo'lgan odam xotirjam bo'ladi. Har qanday qo'rqmas odam yolg'onchi bo'lgandan keyin tingirqab qoladi, birodarlar. Biz nima uchun tingirqaymiz? Haqiqiy qalb bilan shahodatni Allohdan so'ramaganmiz. Shahid bo'lishni Allohdan sodiqlik bilan so'ramaganmiz. Shu narsa bizni to'xtatadigan narsa. Muomalada sodiq emasmiz. Guvohlar oldida bo'lishdan qo'rqimiz. Bular hammasi odamda sodiqlik yo'qolgandan keyin odamda xotirjamlik yo'qoladi.
har qancha jismoniy qo'rqmas odam bo'lsa ham, agar jismoniy har qancha ojiz bo'lsa, sodiqlik bo'lsa, buningdagi xotirjamlik, qo'rqmaslikni o'lchab bo'g'ilib bo'lmaydi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rostchilik bu xotirjamlikdir, yolg'onchilik dilg'unlikdir degan ekan. Rostchilik nima degan savolga mana shu javob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni islomiy axloqlarga nisb qilsin. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizdagi rostchilik axloqini hammamizga nasib qilsin. Bu bir necha sohadagi sadoqatni qisqacha qilib aytib o'tildi. Hamma sohani aytishga nihoyat ko'p vaqt ketadiganligi uchun ba'zi bir sohalar so'zlanib o'tildi. Alloh subhanahu va taolo ham bizlarni sodiqlar bilan birga bo'lishga buyuribdi. Bizni ham Alloh subhanahu va taolo sodiqlar bilan birga buyurishni nasib qilsin. Alhamdulillah. Yuqorida Abduvali Qori rahimahullohning islom darsliklar to'plamidan 6-dars rostchilik degan darsini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu alayhi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.